Akam ko'rib kelaman. Akangizlarni nogiron bo'lib qolganlariga 15 yildan oshdi. Shuncha paytdan beri topganingizni ularnikiga tashiysiz. Oyingizlar ham biri to'la o'sha yerga ko'chib olib yordam berib yurdi. Mana qara, bu gaping bilan nima demoqchisan, ha? Qarashganingiz yetar balki. Lola, oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Agar aqling bo'lsa, aka-ukalar orasiga kirmagin, tushundingmi? Hech narsaga erisha olmaysan bu ishing bilan. Faqat o'zingni obro'sizlantirganing qoladi. Bilib qo'y. Bilmasang, eslatib ham qo'yaman. Akam meni jigarim. Tushundingmi? Uni esingdan chiqarmagin. Kerak bo'lsa u uchun jonimni ham beraman. Mana oddiy misol, kelinimning sadoqatini qara. Uncha-munchasi pech olmaydi oldida. Ozgina o'rgansang bo'lardi kelinimdan. Mehr oqibat nimaligini. Ilhom aka, noto'g'ri tushundingiz. Shunchaki qatnab charchab qoldingiz demoqchi edim. Bo'ldi. Charchaymanmi, charchamaymanmi ishing bo'lmasin. Tushunarlimi? Aralashmagin.